Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugun biz sizlar bilan biosinozlar haqidagi mavzu bo'yicha gaplashib olamiz. Ya'ni mavzu bo'yicha biosinoz haqida tushuncha, biosinozda organizmlar orasidagi munosabatlar to'g'risida rejamizni qo'yib oldik va reja asosida sizlar bilan quyidagicha tanishib olamiz. Biosinoz ya'ni lotincha bios hayot, sinoz umumiy degan ma'noni beradi. Bu terminni nemis biologi Miobius tomonidan fanga kiritilgan. Agarda bir qancha tur o'simliklar qavm bo'lib yashasa, fitosinoz, agarda bir qancha tur hayvonlar qavm bo'lib yashasa, zoosinoz deb ataladi. O'zaro munosabat xillari agarda aloqalar ikkita organizmdan biriga foydali bo'lsa, ya'ni plus belgisi bilan, aksincha zararli bo'lsa, minus belgisi bilan, har ikki organizm uchun befarq bo'lsa, demak 0 bilan belgilab olinadi. Organizmlarni o'rab olgan barcha jonli organizmlar ularning biosinotik muhitini hosil qiladi. Har bir turning vakili faqat shunday jonli muhitda yashashi mumkinki, qaysi kim boshqa organizmlar bilan munosabatda bo'lganda ularga normal hayotiy omillarni yaratadi. Boshqacha qilib aytganda, jonli organizmlarning har xil shakllari yerda har xil birikmalarda bo'lishi mumkin. Buning natijasida har xil jamoalarni hosil qiladi. Bunga faqat birga yashashga moslashgan turlar kiradi. Birga oziqlanadigan guruhlarga va o'zaro bog'langan organizmlarni biosinozlar deb yuritiladi. Biosinoz lotincha so'z bo'lib, bios hayot, sinoz so'zidan olingan bo'lib, umumiy, ya'ni biosinoz hayotni umumiy masalalarni o'rganadi. Biosinoz a'zolarning birga hayot kechirishiga, moslanganligi, ularning muhit sharoitlariga bo'lgan talabining bir xillari va qonuniy ravishda o'zaro munosabatlarida seziladi. Biosinoz atamasi hozirgi zamon ekologik adabiyotlarda hududdagi organizmlarning tarqalishini aks ettirishi maqsadida qo'llaniladi va bu quruqlikka nisbatan har xil o'simliklar jamoasini ajratishda qo'llaniladi. O'simliklar jamoasi lotincha tilida fitosinoz, hayvonlar jamoasi esa zoosinoz deb ataladi. Fitosinoz bilan zoosinoz birgalikda umumbiologik tushunchani, biosinozni tashkil qiladi, ya'ni tirik organizmlar jamoasi degan ma'nolarni anglatib o'tadi. Ma'lumki, yer kurrasida mavjud bo'lgan tirik organizmlar o'zaro ma'lum munosabatda bo'lib qolmasdan, balki tashqi muhit va ayniqsa iqlim va tuproq muhiti bilan vositali yoki vositasiz munosabatda bo'ladi. Bunday munosabatlarni o'rganuvchi sohaga biogeosinologiya deb nomlanib o'tadi. Mana bu rasmlarimizda hayvonlar va o'simliklarning biosinoz holatda yashashini kuzatishimiz mumkin. Biogeosinologiya avvalgi tirik organizmlarning tuproqqa bo'lgan munosabatini o'rgangani uchun uning obyekti biogeoionoz hisoblanadi va biogeosinoz haqidagi tushunchani birinchi bo'lib Suquchayev 1942-yilda fanga kiritgan va bu tushuncha bilan u yer yuzining ma'lum bir bo'lagida o'zaro o'xshash sharoitlarning mavjudligi va shu sharoitda mikroorganizmlar, hayvon va o'simliklarning birgalikda yashashi natijasida bir-biriga nisbatan ta'sir ko'rsatishini kuzatish hamda o'rganish kerakligini qayd qilib o'tadi. Biosinozdagi organizmlarning munosabatlari, ya'ni shakllanishida, ularning to'la vujudga kelishida, yashashida, organizmlarning munosabatlari, ularning bog'lanishlari, bir-birlari bilan bo'ladigan aloqalarni nihoyatda muhim ahamiyatga ega ekanligidandir. Bog'lanishlar turlarning jamoalardagi hayot sharoitlari, ozuqani topishi, muhitni ishg'ol qilishi bilan aniqlanadi. Beklemov
Hermitiy klassifikatsiyasiga muvofiq bevosita, bilvosita turlar aro munosabatlar biosenozda ma'lum bir ekologik tubanlikda joylashishlari sababli quyidagi 4 ta tipga bo'linadi, ya'ni trofik, topik, forik va fabrik. Biotik aloqa turlari neytralizm, raqobat konkurensiyasi, parazitizm, amensalizm, yirtqichlik, komensalizm, mutualizm, antibioz va protokooperatsiyalarga bo'lib o'rganiladi. Ya'ni trofik aloqa bunday bog'lanishda bir tur boshqa tur hisobiga yashaydi. Masalan, ninachi uchib yurganda boshqa hasharotlarni tutib oladi. Go'ng qo'ng'izi yirik tuyoqlilar go'ngi bilan oziqlanadi. Asalari o'simlik nektarlarini yig'adi. Ular turlar bilan bevosita munosabatlarda bo'ladilar. Turlar uchun ozuqa manbaini yaratadilar. Bir turni ikkinchi turning yoshiga yoki unga yetarli bo'lgan ozuqa ko'rsatadigan har qanday ta'sirini ular o'rtasidagi bilvosita trofik ta'sir deb hisoblash mumkin. Topik aloqa bu bir turning yashab turgan muhitdagi fizik yoki kimyoviy o'zgarishlari ikkinchi bir turning faoliyati tufayli bo'lsa, bu topik bog'lanishni vujudga keltiradi. Bu bog'lanishlar juda ham xilma-xil shakllarda vujudga keladi. Buning ma'nosi shundan iboratki, bir tur tomonidan ikkinchi turga muhit sharoitlari yaratiladi. Masalan, ichki parazitizm holatida yashaydigan organizmlar yoki komensalizm holatidagi hayot shakllari substratining hosil bo'lishida shu yerga kirib kelgan yoki ko'chib ketgan turlarning o'rniga boshqa turlarning ko'chib borgani katta rol o'ynaydi. Kitlar terisida yashaydigan dengiz jeludiyasi, daraxtlarning poyasida yashaydigan lishayniklar to'g'ridan-to'g'ri topik bog'lanishlarda bo'ladilar, chunki ular shu organizmlar uchun substrat yoki oziq muhitini yaratib beradilar. Mana bu rasmlarimizda kitlar misolida ko'rishimiz mumkin. Va forik aloqa bu bir tur ikkinchi turning tarqalishida qatnashadi. Bunday tarqalishda hayvonlar transport vazifasini bajaradilar. O'simliklarning urug'lari, sporalarini, chang-donachalarini hayvonlar tomonidan tarqalishiga zoxoxireyey deyiladi. Kichik hayvonlarni boshqa hayvonlar tomonidan olib yurilishiga esa foreziyey deb nomlanadi. Tarqalish odatda maxsus har xil moslanishlar yordamida amalga oshadi. Hayvonlar o'simliklarning urug'larini ikki xil yo'l bilan ilashtiradilar, ya'ni faol va passiv usullarda. Faol yo'l bilan bo'lganda hayvonlarning o'simliklarni, mevalarni, rezavor mevalarni iste'mol qilish orqali amalga oshirsa, passiv yo'l bilan bo'lganda hayvonlarning gavdasi o'simliklar bilan tasodifan to'qnashgan hollarda sodir bo'ladi. Urug'larda maxsus ilashadigan organlar bo'lib, shular orqali hayvonlarga ilashib oladilar va bir joydan ikkinchi joyga tarqab o'tadi. Bunga misol tariqasida qari qiz bilan ittikanakni keltirishimiz mumkin bo'ladi misol tariqasida. Va bularning tarqatuvchisi asosan sut emizuvchi hayvonlardir. O'simliklarning urug'larini o'zlarining junlariga ilashtirib uzoq masofalarga tarqatib yuborishda sut emizuvchilarning roli nihoyatda katta.